bugun bosh vazir lavozimiga nomzod tanlash haqida gap ketar ekan, albatta bu o'ta murakkab va og'ir masala ekanini hammamiz o'zimizga to'g'ri tasavvur qilamiz. Bu vazifani egallaydigan odamning keng miqyosda fikrlash qobiliyati va dunyo qarashiga, chuqur bilim va tajribaga ega bo'lishiga, yurtimizning uzoq va yaqin hududlarini atroflicha bilishiga, eng muhimi shu yerlarda yashayotgan odamlarning dardu tashvishlarini o'z yuragidan o'tkaza olishi, ularning muammolarini yechishda jonkuyarlik ko'rsatishi, shu bilan birga rahbarlik mahorati va odamiylik xususiyatlariga ko'p narsa bog'liq. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mamlakatimizning bugungi va ertangi taraqqiyoti, biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishish imkoniyatlari markazda va joylardagi hukumat va xo'jalik idoralarining bir yoqadan bosh chiqarib, bir musht bo'lib ishlashi, bosh vazirning aynan ana shunday xususiyat va alomatlariga bog'liq desam, o'ylaymanki adashmayman. Albatta, bugun siz hurmatli deputatlarga taqdim etadigan nomzod o'z faoliyati va bajargan vazifalari, avvalo mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatga qo'shgan hissasi bilan barchangizga tanish bo'lishi shart. Shuning uchun yana bir masalaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Hozirgina men sizlarga bayon qilgan ma'ruzada o'tgan 2004-yil davomida mamlakatimizning ko'pgina sohalarda, birinchi galda iqtisodiyot sohasida yutuqlari haqida atroflicha fikr yuritildi. Biz bu yuksak marralarni avvalo xalqimizning fidokorona mehnati evaziga qo'lga kiritganimizni yaxshi anglaymiz va shunga tan olamiz va bundan haqli ravishda faxrlanamiz. Biz erishgan bu katta yutuqlarni bugungi kunda boshqa davlatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar, obro'li ekspert va kuzatuvchilar ham tan olmoqda. Ayni paytda shuni ham aytishimiz kerakki, shuni ham tan olishimiz kerakki, bu natijalarni qo'lga kiritishda vazirlik va idoralar, mahalliy hokimiyatlar, turli tashkilot va muassasalar bilan birgalikda ishni tashkil etish, ijro intizomini mustahkamlashda hukumatimizning ham mehnati singanini inkor qilib bo'lmaydi. Adolat nuqtai nazaridan qaraganda 2003-yilning dekabr oyidan boshlab hukumatni boshqarib kelayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ham bu ko'rsatkich va natijalarga erishishda albatta xizmatlari bor. Shularning barchasini inobatga olib, men Shavkat Mirziyoyevning nomzodini O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya etishni lozim deb topdim va siz hurmatli deputatlardan ana shu nomzodni qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Aziz do'stlar, mana shu fursatdan foydalanib yana bitta muhim masalaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' qadam haqidagi naql borki, hozir shuni eslatishni o'rinli deb bilaman. Ya'ni el yurtimiz yangi kelgan inson, u rahbar yoki mehmon bo'ladimi? Uning kelishi va qadam bosishini aynan shu nuqtai nazardan baholaydi. Haqiqatdan ham rahbar ming bor tajribali, ming bor aqlli va o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin qadami qutlug' bo'lmasa, omadi kelmasa ish yurishmaydi. Mana shu minbardan turib so'zimni yakunlab aytmoqchiman. Hammamizni ham omadimizni bersin, hammamizning qadamlarimiz qutlug' bo'lsin.